Assalomu alaykum. Mana bugun biz Kelesga keldik. Sputnik degan joyda mana shu hovlimiz 1 sotuvga tushgan 100 kvadratli joy. Mana zeleniy zonasi, mashina qo'yish uchun parkovka. Endi ichini ko'rsataman. Ichkariga kiryapmiz. Bu yerda hammasi to'pli pol bo'lgan. Kirishimizda mana chap tarafda bu kuxnyaga joy. Plan qilingan to'pli polda bo'lgan. Kuxnya mana bu yoq tarafga tushadi. Oynani ochdingiz, hamma narsa ko'rinadi, shamol aylanadigan. Tak, bu yoqda mana katta hol, to'g'rida televizorga joy. Konditsionerlar qo'yilgan, konditsionerlar qoladi. Bu yerda bitta spalnigimiz. Spalnilar batareyka qilingan, havo aylanishiga, ventilyatsiyaga joylar tashab ketilgan. Remontlari hammasi chiroyli. Bir xona domla puliga 3 xona, hol bilan 4 ta xona bo'lyapti. Mana bu yerda yana bitta xonamiz. Remontlariga e'tibor berasizlar. Akfa batareykalar qo'yilgan, oynalari faqat qo'yilmagan, qo'yib beriladi. Bu yerda bitta samozyolimiz. Azro ishi bor, bular ham qilib beriladi. Bu yerda yana bitta roditelskiy. Shamol aylanadi, oynalar tashalgan. To'g'rida bu yerda bitta hol, общий o'sha 3 ta xona, bitta hol, bitta oshxona bo'lyapti. Общий 96 kvadrat ekan. Bu joyimizning narxini $46,000 deyapmiz. Yana kelib tepasida baraka qiladigan joyi bor. Kelinglar, ulgurib qolinglar.